Yashnobod tumani Qashqadaryo 1-Berk ko'chada joylashgan xonadonimizda 3 sotuvdan oshiqroq hamma qulayliklari bor. Narxini 125 ming dollar deb baholayapmiz. Sizlarga ko'cha tarafdan tushuntirib beraman. Bu yog'imizda yo'lli yuzi bo'ladi. Mana shu xonadonimizni sotuvga chiqqan hamma qulayliklari bor. Endi sizlarga uyimizning ichkari qismidan ko'rsatib beradigan bo'lsam, bu yoqqa ikkita mashina bemalol sig'adi. Endi sizlarga uyimizning ichkari qismidan ko'rsatib beradigan bo'lsam, o'zingizlar bitta ko'rib baho beringlar. Hamma qulayliklari bor. 100% tepli pol qilingan. Bu yoq tarafimizda zeleniy zona, bu yog'imizda asosiy binomiz joylashgan bo'ladi. To'g'rimizda sanuzel qismlari bilan birga xonalarimiz bor. Endi sizlarga uyimizning ichkari qismidan ko'rsatib beraman. Ana sizlarga ichkari qismidan tushuntirib beradigan bo'lsam, kirganimizda koridorimiz, to'g'rimizda sanuzel qismimiz, bu yog'imizda zalimiz joylashgan. O'zingizlar bitta ko'rib baho beringlar. Hamma qulayliklari bor. Remontlari yaxshi holatda, o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Bu yoq tarafimizda spalnimiz joylashgan. O'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Hamma qulayliklari bor, katta qilib qo'yilgan. O'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Endi sizlarga sanuzel qismimizni bitta ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, ukalar, hamma shart-sharoitlari qilingan, 100% tepli pollari bor. Sanuzel qismimizni o'zingizlar bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar. Endi bu yoq tarafimizda yana ikkita xonamiz bor. Hammasini ko'rsatib, o'zingizlarga to'liq vijdonni ko'rsatib beramiz. Bizlardan sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsam, kirganimizda bu yoqda bitta xonamiz, spalniy variant foydalansanglar bo'ladi. Bu yog'imizda oshxonamiz o'zini o'tiradigan joylari bilan, yonginasida detskiy spalniyimiz, o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Hamma qulayliklari bor. Shu ko'rib o'tgan xonadonimizni sizlarga 125 ming dollar deb baholayapmiz. Pastda egalar nomerini qoldiramiz. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.